Zakaz tushdi va tikmagan modelimizdan birinchi modelni yaratib, keyin buyurtma qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun buyurtmaga kiramiz. Buyurtmada modellar ga bosamiz va bu yoqqa mana plusga agar bossak, yangi model so'zasi qilamiz. Nomini yozamiz. Bizning nomimizda modelning nomi qalandar bo'ldi. Keyingi operatsiyani qo'shamiz. Xohlasangiz har bitta operatsiyani qo'shib chiqsangiz bo'ladi. Bizda bitta operatsiya bo'lgani uchun fondga prosta tikish deb yozaman va birinchi operatsiya deb bosib qo'yaman. Birinchi operatsiyada bosib qo'ymasangiz ko'rinmasligi mumkin. Bo'ldi. Agar xomashyo bo'lsa, xomashyoni ham qo'shib qo'yasiz. Norma bo'yicha keyinchalik buyurtmalarda hisoblashga oson bo'ladi. Plusga bosdim va narxini yozamiz. Saqlash. Bo'ldi, model saqlandi. Endi buyurtmalarga o'tib, buyurtma hosil qilamiz. Yangi buyurtma modelimizni tanlaymiz. Qalandar. Shoshilinchmi, shoshilinch emasmi? Shuni tanlaymiz. Agar shoshilinch bo'lsa, shoshilinch deb qo'yamiz. Keyingi partiyalarga o'tamiz, ya'ni partiyalar qo'shib chiqamiz. Tak, bizda 4 ta razmer, yo'q, 3 ta ekan. SML ekan. Bo'ldi. Ranglarni tanlaymiz. Bizda xakki bor ekan. Keyin svetlo sera yo'q. Qora bor ekan. Agar bu yog'ida bo'lmasa, mana bor ekan qora. Sera yo'q. Boshqa rang ekan, cho'mna fioletoviy, cho'mna fioletoviy yo'q bizda. Men bunga qo'shib qo'yaman. Fioletoviy. Bo'ldi. Xo'p, mana qo'shildi. Endi bu yoqda miqdorini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hakkida bizda 19 tadan ekan. Qora 20 ta va cho'mna fioletovidan ham 19 ta ekan. Bo'ldi. Yaratish bosamiz. Общий dona 174 dona ekan. Endi bu buyurtma bizda ishchilarimizda ham ko'rinadi. Mana qalandar M174 ta dona. Batafsilga bosadigan bo'lsangiz, bu yerda ko'rinib turadi. Jarayonlarni ham ko'rinib turasiz va kim qaysi partiyani tikkanligini ko'rib turasiz bu yerda.